Assalomu alaykum. Mana xudo xolasa bizda yangilik. Qishloq xo'jaligi uchun fermerlar uchun juda kerakli bo'lgan kultivatsiya ishlab chiqarishni boshladik. Abetlar bilan qopqoqlar hammasi. Qopqoqlar ochiladi bu kultivatsiyalarimizda. Bemalol yog'inchachindan dori ximikat o'g'itlarni solib qo'yib ham bemalol ustini yopib qo'ysa, yomg'ir suv kirmaydi ko'chada qolsa ham. Bu kultivatsiyamizda boshqalardan qulayligi bu kultivatsiyamizda mana bu qismlari bemalol 60 lik 90 lik razmerga suriladi. Xohlagan ariqqa, masalan 60 lik ariqqa 90 lik razmerdagi ariqlarga bemalol bo'shatib turib, bemalol traktor chakalarimiz foydalanishi mumkin. Organlarga keladigan bo'lsak, o'sha kultivatsiyamizda 50 ta organ bor. Komplektatsiyada mana qo'shimcha britva, ariq ochadiganlar, kapalaklar, shilanglar, g'ildiraklar hammasini komplektatsiyada qo'shib beramiz. Kimga mana shunaqa kultivatsiyalar qiziq bo'lsa, ekran tagida raqam qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Hamma ishlarga rivoj, ko'rganda ko'rishguncha.